Sarg'ini hozir uzib olib, to'g'ridan to'g'ri shu yerda bezmontaj, beshantaj sizlarga ko'rsatamiz. Chefchini o'zidan ruxsat oldik. Mayli, bemalol kesib olinglar dedi. O'zim kesib olishni ham qoyil qilyapmiz. Xudo xolasa hozir kesamiz. Yo'q, mashalloh, mana. Kesilib ketmasin dedim, o'ziga oldim. Buni hozir yeb ham ko'ramiz buni. Xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri. Qani? Ana. Ben de birinci kez görüyorum. Qani? Birinci Mert'e. Sizda ham birinchi martami? Birinci Mert'e. Birinchi marta ekan. Umar abi ham shuncha yantaliyalik bo'lib turib ham birinchi marta yeb ko'rish, kesib ko'rishman deyapti. Sarıyı hiç Xudo xolasa. görmedim. Evet. Öyle mi? Qani? Bismillah. Aman, ichi Oo, mana ichi oq bo'ladi bilasizlar. Ichi oq bo'ladi-yu, lekin buni aytishlari bo'yicha buni o'zini spesifik, o'zini qanaqadir mazasi bo'lar ekan. tadı daha farklı. Mazasi bo'lar Şunu ekan. yerdi sen. Kendine has bir aroması var. Ha, Tadı o'zini başka. Tabii. Tamamı başkaca. ta'mi boshqacha bo'ladi deyapti. Mana sarig'i Kendine, o'rtoqlar. kendine has bir aroması var. Maşallah. Qani? Mana. Bismillah. Bunun urukları Biraz daha büyük, kalın. kalın. Qani? Çekirdekleri biraz daha kalın. Buni ushlab turingchi. Hozir bitta mehmonlar degustatsiya qilib beradi, keyin Umar abiga boshqasiga beramiz. Bismillah. Qani? Başkaca. Buni mazasi boshqacha. O'rtoqlar. Qizilni yapmiz boshqacha, oqini yapmiz bu boshqacha. Bo'lmasa bir xil meva. Ajdar meva. Xo'p. Evet. Kardeşi Lekin, aslında. xuddi qarasangiz usti boshqacha. Yo'q, boshqacha mazasi. Realni. Meyvesi çıkmadan bunu tapış ya da biliş mümkün olmaz. Değil mi yani? Hayır, Meyve evet. olmadan Evet, bilemezsin. Yeb ko'ringlar, realni avvalgiyamizda Bakalım, boshqacha. beğenecek misin? Unda ozgina kesib mazasi ham bor, ozgina limon. Bu limonu... Mana shu evet, aralash limon- qanaqadir. Şimdi bunu